Artefakt haqida 100 ta fakt. To'liq. Hamma tayyor bo'lsa biz boshladik. Do'stlar, kanalimiz rivoji uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Artefaktning asl ismi Hasan, familiyasi Mansurov. 2008-yil 29-yanvar sanasida Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. Oilasida 4 ta opasi, o'zi va ukasi Husan istiqomat qilishadi. YouTube'ga rus blogerlardan ilhomlanib kirib kelgan. Google accounti 2023-yilning 15-iyun sanasida registratsiya qilingan. Hozirgi kunga qadar 360 milliondan ortiq prosmotrga ega. Kanalning eng birinchi niki o'zini ismi bo'lgan. Artefakt niki do'sti Shohruxdan chiqqan. YouTube kanalida hozirda 1.200.000 dan oshiq obunachisi mavjud. Birinchi videosini joylagan vaqtida 100 ta prosmotr ham ola olmagan. Undan keyin 6 oy video chiqarmay qo'ygan. Hozirgi kundagi maqsadi 10 million obunachiga erishish. Minecraft o'yinini birinchi marta lagerda o'ynab ko'rgan. YouTube kanalida muammosi bo'lganligi tufayli oltin knopkani hali beri ola olmagan. Yolg'on va PRni yoqtirmaydi. Minecraft o'yinini birinchi marta o'ynaganda juda murakkab o'yindek tuyulgan. Videoni yozib olishdan ko'ra montajiga ko'proq vaqtini ketkazadi. YouTube'dan oyiga $100 ko'proq daromad qiladi. Artefakt so'zining ma'nosi qadimiy buyumni anglatadi. Qishloqqa kelib ekanligini streamda oshkor qilgan. Futbol o'ynashni xush ko'radi. Tojik tilini tushunadi. Sirpanchiqda yiqilib tushgan. Video topga chiqishdan maqsad tezkor montaj va ovoz sifati zo'r bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Motivatsiyani ko'proq videolardagi prosmotrlardan oladi. Reklamachilari juda ham kam deb hisoblaydi. Futbolchilardan Ronaldoning muxlisi hisoblanadi. Kelajakda obunachilar bilan birgalikda video olish maqsadi bor. Fizika fandan yaxshi, lekin o'ziga yoqmaydi. YouTube kanalini $1 million ga sotishi mumkin. Artecraft serveri mavjud. Artefaktning ikkinchi kanali nomi BDV, ya'ni Bed Wars. Nikidagi SHH qo'shimchasi kanal yaratuvchilarining ismlarini boshqa harfi ekanligini ta'kidlagan. Qishloqda istiqomat qiladi. Qishloqdagi transformator ishlamay qolganligi uchun bir videosi kechroq chiqqan. Animeni xush ko'radi. Hattoki o'z ovozida o'zbek tiliga ham dublyaj qilgan. Ikkala kanalda 100 ming ta obunachi bo'lgan paytlarda hakkerlar hujumiga uchragan. Bosh barmog'ini 80 gradusga buka oladi. Fifen M8T rusumidagi mikrofonni ishlatadi. 20-30 daqiqalik videosi uchun 6-7 soat vaqt ketadi. Uy hayvonlari ikkinchi qism videosi previewsi kech chiqqanligi tufayli bir kunga kechiktirilgan. Videolarni odatda haftaning juma kunlarida chiqaradi. Do'sti Shohruxning tug'ilgan kuniga Instagramda 500 ga yaqin obunachi yig'ib bergan. Yomg'irni streamini ko'rgan obunachilarni ko'z yoshiga o'xshatgan. Artefakt YouTube kanalida hozirgi kunga qadar 3 ta playlist mavjud. Telegram chatiga 1200 tadan ko'p odam yozgan. Kelajakda challenge'li videolar qilish maqsadi bor. Sinfda o'qiydi. 2024-yil sinflar o'rtasida tashkil etilgan Zakovat o'yinida faxrli ikkinchi o'rinni olishgan. 1 yildan so'ng birinchi o'ringa o'zgartirishga muvaffaq bo'lgan. Sovg'a sifatida kitob ham hadya qilishgan. 2025-yilni kutib olishda charchagani tufayli 13:30 gacha uxlab qolgan. Yadroviy bomba haqidagi videosini YouTube'ga joylaganda, videoni oxiridagi sirena soundi noma'lum sabablarga ko'ra yo'q bo'lib qolgan. Qurgan narsalarimizni olamiz videosini YouTube'ga joylaganda Afters'ga kelib tushgan. Shu sababli muzikasini o'zgartirib qaytadan yuklagan. Mr. Beast'ga reklama qildirdim deb prank qilgan. 38 soatli videoni 40 daqiqaga sig'dirgan. Yadroviy bomba haqidagi videosini DaVinci programmasi orqali montaj qilgan. Sababi o'sha paytlarda CapCut ilovasi ishlamay qolgandi. Vidaiq plugindan foydalanadi. Deyarli har bir videosini yaratishda muammo paydo bo'ladi. BDV kanali hakkerlar tomonidan chopilganida o'zini aybdor his qilgan. Artefakt nomli atirga ega. Eng yaxshi YouTube kanal deb ko'pincha Mr. Beast'ning YouTube kanalini misol keltiradi. Qudratli TNTlar videosidagi so'nggi TNTni portlatishda 2 kun vaqti ketgan, lekin sabri yetmagan. Sababi qudratli TNTni portlashi 9 soatda atiga 25% bo'lganda xolos. Telegram kanalida hozirgi kunga qadar 30 mingdan oshiq obunachisi mavjud. Do'stlar, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz sizdan hech narsa ketmaydi. Videomizga yarasha qo'llab-quvvatlashni unutmang. Hayvonlar TNTsini portlatganida kompyuterning FPS 15 darajaga tushib ketgan. Hozirgi kunda 11-sinfda o'qiydi. Instagramga deyarli qiziqmaydi, lekin yaxshigina obunachisi bor. Birinchi videolarini notebookda olgan. Ko'zlarining rangi kulrang. Velosiped uchishni yaxshi ko'rar edi. Ko'plab youtuberlarga intervyu ham bergan. Hozirgi kunda ijodini to'xtatgan Rekker kanali bilan raqobatlashar edi. Fizika fandan sertifikat olgan. Previewlarni odatda buyurtma beradi. Artecraft serverini telefonda o'rnatishni o'rgatgan. Lucky Blockning ikkinchi qism videosini yozib olish paytida do'konga chiqib kelishga majbur bo'lgan. Jonli efirlarni ko'pincha BDV kanalda qiladi. Minecraft o'yinini asosan serverlarda o'ynaydi. Minecraft o'yinini 400 ming ta obunachi yiqqanida sotib olgan. YouTube kanalidagi eng arzon reklamasi bu 64 ming so'mga bo'lgan. Obunachilari Artefaktdan ko'ra qishloqiga ko'proq qiziqishadi va bu qiziqish hozirgi kunda o'ldi. Eng mashhur videosi zombi apokalipsis bo'lgan. Artefaktning Telegramda pullik chati ham mavjud. Olchadan kompot qilib ichgan. Artefakt yuzini 100 mingta bo'lganda ko'rsatgan. 200 mingta obunachini do'stlar bilan birgalikda kutib olgan. Minecraft to'g'risida obunachilar bilan birgalikda video olishgan. Telegram logotipini mavsumga qarab almashtiradi. Shorts kontentga qiziqmaydi. Kelajakda jamoaviy kontent qilish maqsadi bor. Videolarda challenge'lar ham uyushtiradi.
Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni aslo unutmang. Xayr, salomat bo'ling.